Bismillahirrahmanirrahim. MDF eshik-baron Farg'ona gruppasi uchun maxsus 08 Suxoy MDFimiz klientimiz xohishiga qarab krashning qilib seti tayyorlab berdik. Qora magnit mexanizm zamok, qora petlalar, chiroyli xrustalli oynalar bilan ishladik. Xudo xolasa, oynani jirkalarigacha qora tortilgan. Bu ichki tomon ko'rinishi, ichlarini ham dabor korona bilan bitirib berdik. Xudo xolasa bemalol sifatlarini ko'rishlaring mumkin. Bu ichki tomon ko'rinishi Farg'ona shahariga o'rnatdik 7 ta. Hozir tashqaridan ham ko'rsatib beramiz eshiklarimizni xudo xolasa. Tashqi tomon ko'rinishi magnit mexanizm zamoklar ovozsiz ishlaydi xudo xolasa. MDF eshik-baron Farg'ona gruppasi uchun maxsus. Xo'p, bu asosiy kirish. Hozir gilamli eshikdan kirish bo'lyapti va to'g'rida zal yonidagi bu oyoq kiyim qo'yadigan, tepasini shikab, pastini oyoq kiyim qo'yadigan joy qilamiz dedi. Lekin MDF yasab bering deyishdi. Batga ham xrustalli, polniy xrustalli qilib ishlangan. Oynalari ham kalyonli holatda qilib. Koronalarni bir-biriga bitta yasamadik-ku, bir-biriga ulab qo'ydik tepasini bir xil qilib. Hamma eshik, 7 ta eshik barchasini oynali qilib, chiroyli qilib bitirib berdik. Hammasi daborli, chiroyli holatda. Eshiklarni bilsalaring, domlarda har xil joylar chatoq bo'ladi. Joylarni ham chiroyli qilib o'nab, imkon qadar mashina holatiga olib kelib bitirdik. Korona qo'yib bo'lmasdi bunga. Tashqariga olib chiqib bo'lmasdi, chunki tashqariga olib chiqsak, mana bu bo'shliqda. Bo'shliqligi uchun eshik tashqariga olib chiqib bo'lmadi, ichkariga qo'ydik, lekin hozir ichidan ko'rsatamiz. Yana ichkari tomonlarini lekin koronalar bilan ishlab, chiroyli qilib, bu chekkalarni ham shtabiklar bilan ishlab, jijja qirg'oqchasini ham, devorli qirg'oqlarini ham ozgina 2 sm, 3 sm bo'lsa ham daborlari bilan ishlab bitirdik, xudo xolasa. MDF eshik-baron Farg'ona gruppasi uchun maxsus.